Hammaga assalomu alaykum. Har biringizni qarshi olaman. Bugun bizada yangi reallikka, o'zimiz xohlagan reallikka o'tish bo'yicha mavzuli efir. Bilaman, diagnostik efirini bizada har birimiz uchun o'z vaqtida bo'ladi. Menimcha juma kuni bo'lsa kerak. Hozir bugun esa asosiy mavzu yangi reallikka, o'zimiz xohlagan reallikka o'tish uchun bizada shu haqda informatsion, teoretik, nazariy bilimlar bilan beramiz. Ya'ni bizani har birimiz shunaqangi hozirgi kunda onga yashayapmizki, hozirgi kunda vaqt tezligida, umuman hayotimiz juda ham tez o'tishi natijasida bizani hozirgi kunda bir kunning o'zida juda ham ko'p bizani hayotimiz maksimal o'zgarib ketyapti har bir inson hayotida. Va biz bunda ko'rishimiz mumkinki, ya'ni bizani hozirgi kunda ongimizda juda ham tez perihodlar, ya'ni o'tishlar bo'lyapti. Va hozirgi kunda agarki sizni hozirgi holatingizda bo'lishi mumkin, umuman o'zingiz xohlagan hayotni yaratgisi kelyapti, lekin bu hayotni yaratish uchun sizda asosan bizada ichki to'siqlar, ishonchsizliklar ko'tariladi va bu juda ham tabiiy holat, lekin eng asosiy narsa bu narsani xohlashni boshlaganingiz, bu sizga juda ham katta podskazka. Agar har birimizga o'sha narsani berishayotgan bo'lsa, ya'niki bizani har birimizga hech qanaqa g'oya o'zimizga kelmaydi, ya'niki bizani realliklarimizda bu bizada bor bo'lgani uchun bizga shunaqa informatsiya tushib boshlaydi. Ya'ni bizani har birimiz shunaqangi holatlarni yashab o'tganmizki, bir onni o'zida hozirgi ong insonni, ya'ni yuqori ong darajalarida bir momentni o'zida bizada o'tishlar kuzatilyapti. Ya'ni siz perehod qilishni boshlaysiz. Bu bizadagi mavzuyimiz nafaqat reallik bo'yicha, balkim orzu maqsadlar bo'yicha ham ketadi, chunki bizani har birimiz nafaqat bu reallik deganimizda faqatgina holat, jarayon yoki umuman uyimiz yoki ko'chishdan tashqari yoki umuman o'zimiz xohlagan hayot ssenariysini o'zgartirishdan tashqari bu bizani moddiyatimiz ham bo'lishi mumkin va bu bizada ko'rishimiz kerak bo'lgan eng katta narsa, birinchi navbatda his qilib olishimiz kerak, aynan bu narsani nima sababdan biz xohlayotganimizni, yangi reallikka o'tishni xohlayotganimizni va yangi reallikka o'tishdan oldin bizga eng asosiy priznaklardan biri, o'tishimizga bizga ko'rsatib beradigan asosiy belgilardan biri, ya'ni o'tish vaqti bo'ldi degan holatni, ya'ni sizda o'sha holat jarayonida sizga qanaqadir noqulaylik kelishi boshlaydi. Ya'ni bo'lishi mumkin, masalan, mashinangiz kelyapti, siz avtobusda har xil jarayonlar ko'rishni boshlaysiz va asabingizga tegishni boshlaydi. Va bu sekin-asta sizda masalan avtobusda emas, taksida yurish xohish paydo bo'ladi. Ya'ni avtobusda primerni deylik, avtobus yurgisi kelmayapti va siz sekin-asta taksiga chiqasiz. Taksidan so'ng sekin-asta taksidan pullari qimmat degan fikrlarimiz bo'lishi mumkin va u sekin-asta sizga yangi mashina olishingiz uchun sizga ya'ni g'oya kelayotganini ko'rishingiz mumkin. Bizani har birimizda shunaqangi impuls uyg'onadi, ya'ni har qanaqa jarayonda sizga nekomfortni bo'layotgan bo'lsa, sizni раздражение holatini keltirayotgan bo'lsa, demakki o'sha joyda o'zgartirish vaqti keldi degan siz signallarni olishni boshlaysiz va bu signallarni biz asosan har doim har birimiz qabul qilishimiz kerak, ya'ni his qilishni bilishimiz kerak. Va hozirgi kunda har birimiz shunaqangi yuqori ong darajalarida o'tish holatini yashayotganimiz sari bizani har birimiz, ko'pchiligimiz hozirgi kunda his qilishni boshlagan. Ya'ni inson ko'proq savollar berish orqali, ko'proq o'zini ustida ishlash orqali ko'pchiligimiz bu narsani nima sababdan hatto shu savollarni berish boshlaymiz, menga nimaga yoqmayapti degan savollarni biz berish boshlaymiz. Va hozirgi kunda juda kollektivniy uyg'onish jarayonida bizani ko'pchiligimizda bu jarayon tezlashib ketgan, ya'ni his qilish va ya'ni bizada bitta o'lchamni ikkinchi o'lchamga, ya'ni bizani har birimiz shunaqangi hayotga o'tishimiz uchun bizga ssenariylar berilish boshladi. Demak, birinchi asosiy belgilardan biri dedik, bu bizadagi noqulaylik. Ikkinchisi, bu noqulaylik bizada qanchadir vaqt davomida bo'ladi. Bitta bo'ladi, ikkita bo'ladi, uchta bo'ladi va sekin-sekin bu yig'ilgan holatda bizada sekin-sekin bu g'oya kelishni boshlaydi. Va bu holat bo'lishdan oldin, masalan, siz bo'lishi mumkin, kimdadir ko'rib qoldi shu narsani, masalan, mashina deylik, mashina
uy deylik yoki holatda o'shalardagi bo'lishni xohladingiz qanchadir muddat oldin. Lekin siz buni как бы aylamadik. Ya'niki biz hali bunga vaqt bor-ku, menga emas, men hozir yaxshi yashayapman-ku degan fikrlarni o'tkazdik. O'shandan so'ng o'sha narsaga tayyorlanish uchun agar u siz uchun asıllikda bo'lsa, ya'ni bizani har bir xohishimiz, o'zimiz xohlagan narsalar ko'pincha bo'lishi mumkin yoki ego holatlarida, ya'ni u bizga faqatgina kimgadir maqtanish yoki faxr uchun, faxrlanish uchun yoki o'zimizni shu orqali qadrliligimizni, o'zimiz orqali hurmatimizni belgilash uchun shu holatlarni biz ko'rishimiz mumkin. Lekin esa agar bu haqiqiy asl sizni ichingizdagi xohish bo'lsa, bu narsani siz oldinroq his qilasiz va sekin-sekin bu narsaga sizga tayyorlash ishlari olib boriladi. Ya'ni bizada perexod deyiladi, ya'ni o'tish jarayonlari bizani har birimizda shunaqangi insonni shunaqa yaratilganki, inson ongi, yaratuvchi ongi yoki umuman yer hayoti yashashda asosiy narsa bu bizada jarayon. Ya'ni har birimiz tug'ilamiz, katta bo'lamiz, har xil jarayonlar, har bir jarayonda yashab o'tish holatimiz bu bizada protsess hisoblanadi, ya'ni jarayon va bu jarayon bizada tezlashadi. Agar bu siz uchun hozirgi kunda juda ham aktual narsa bo'lsa, bu narsa tezlashadi. Va siz masalan deylik, o'zingiz xohlagan reallikka o'tishni xohladingiz va o'sha reallikka o'tishni xohlayapsizda, lekin ko'ryapsiz, bu narsa sizga berilmayapti. Ya'ni siz bizada shu moment o'zida bizada kuchli kurash uyg'onib ketadi. Ya'ni bizani har birimiz shunaqangi kuchli uyg'onish, kuchli kurash orqali bizani har birimiz o'sha vaziyatni uzoqlashtiramiz. Ya'niki bizada qachon shu narsa bo'ladi, nimaga bo'lmayapti, nimaga bunaqa degan savollarni biz berishib boshlaymiz. Va bu bizada o'sha biz xohlagan reallikni yoki orzuni, maqsadni maksimalni yana ham uzoqlashtirishga ta'sir qiladi. Shuning uchun bizada eng asosiy narsa birinchi navbatda bu siz uchun asosiy bu narsa his qilib oldik. Ya'ni biz xohlayapmiz, ya'ni sizga noqulaylik ko'rsatishni boshladi. Umuman bildingiz, что men shu o'zgartirish xohlayapman, men yangi o'lchamga o'tishni xohlayapman, yangi reallikka o'tishni xohlayapman, yangi mashina yoki o'qishga kirgim kelyapti, ishga kirgim kelyapti. O'sha joyga ketishga menda juda ham kuchli xohish bor deganni 100% his qilganingizdan so'ng ikkinchi narsa bu bizada talablarni to'xtatish, ya'ni faqatgina o'sha narsaga men erishganimda men baxtli bo'laman degan holatlarni o'tkazish. Ya'ni bizani har birimiz, ya'ni inson ongi deylik, inson ongida asosan bizada aql bor. Bu aql ko'proq bizada o'sha narsaga erishsam men baxtli bo'laman, o'sha narsaga erishsam, o'sha reallikka o'tsam men o'sha baxtni hayotimda namoyon qilaman. Ovoz chiqarib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bizada efirimiz o'zimiz xohlagan efir, o'zimizni xohlagan reallikka o'tish efiri edi. Ozgina boshlab qo'ydik. Zapisda eslashda tinglab olasiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi yo'qmi yozib o'tsangiz, agar iloji bo'lsa, Gulnoraxon. Shuning uchun asosiy narsa bizada har birimiz o'zimiz xohlagan reallik, masalan, uy bo'ladimi, mashina bo'ladimi, o'zimiz xohlagan hayot ssenariysiga o'tishimizdan oldin bu bizada birinchi ichki xohish uyg'otiriladi. Masalan, boya aytib o'tganimdek, rahmat kattakon. Rahmat. Ya'ni hozir sizni vaziyatlaringiz bo'lsa, ya'ni o'sha vaziyat bilan bitta mavzuyingizga oid bo'lsa, men qo'shimcha qilib sizga tushuntirib ketaman. Hozirgi kunda bizning asosiy mavzuyimiz o'zimiz xohlagan reallik, ya'ni o'zimiz xohlagan reallik, o'zimiz xohlagan ssenariy. Bu har qanaqa holat bo'lishi mumkin. Bu moddiyat jihatdan ham yoki umuman yashash holati jihatdan ham, umuman o'zingizni shaxsiy jihatdan ham yoki umuman ong jihatdan ham har qanaqa bizada o'sha yangi reallikka o'tishimizdan oldin asosiy narsa, birinchi narsa bizada u narsaga erishish uchun bizga ozgina podskazka beriladi. Ya'ni o'sha narsani xohlashni boshlaysiz. Lekin xohladik, lekin bizada u narsa hali bo'lmasa kerak deb biz juda ham orqaga tortamiz. Keyinchalikka bu narsani sekin-asta keyin bizga komfort zonamizdan chiqish uchun bizga noqulaylik keltirayotgan vaziyatlarni berish boshlashadi.
O'sha noqulaylik vaziyatlardan kelib chiqqandan so'ng siz 100% his qildingiz, ya'ni shu jarayon, shu holat ssenariysi, shu holat man hayotimda bo'lishi kerak ekan deb o'ylaganingizdan so'ng siz birinchi navbatda o'zingizda umuman o'sha narsani 100% his qilib olishingiz kerak, tanlov qilishimiz kerak. Ya'ni bizda har birimiz tanlov qilamiz. Insonni 3 ongida, ya'ni matritsa ongida bizda juda ham variantimiz faqat bitta. 3 ongida faqat bizning ongimiz bitta yo'nalish ko'radi, u boshqa yo'nalish ko'rmaydi. Bizni ongimiz yuqoriga ketavergani sari 4-5 ta onglarda o'sha maksimalni bizda kamida 24 ta ssenariy mavjud, ya'ni 5 ta ongida, ya'ni bu yaratuvchi ongi hisoblanadi. Umuman o'zidagi sehrobgarlikni, o'zida umuman hayotni, umuman cheksizligini, sehrobgarligini ochgan ong o'lchamida bizda kamida 24 ta ssenariy bo'ladi. Ya'ni 24 ta kamida ssenariy vaziyat o'shani holatni yaratishimiz uchun bizga beriladi. Va shu bizning eng asosiy narsa, bizda o'sha vaziyatni hal qilganimizdan so'ng, ya'ni o'sha vaziyat, o'sha holatga erishishimni xohlagandan so'ng men birinchi navbatda his qilib olishim kerak, ya'ni anglab olishim kerak. O'sha narsa menga kerakmi va shu ona o'zida men tanlov qilishim kerak. Men o'tishga tayyorman, mana shu holat, shu reallikka o'tishga tanlov qilaman. Men bunga ruxsat beraman degan so'zlarni ko'proq takrorlashimiz kerak. Ikkinchisi esa tanlov qabul qildik. Lekin tanlov qabul qilgandan so'ng bizning aqlimiz o'sha ishga tushib ketadi. Ya'ni aqlimiz bizga gapirishni boshlaydi. Sen qila olmaysan, nimaga qila olasan, bu narsa iloji yo'q, bunga shuncha pul ketadi, shuncha narsa bo'ladi, nimadirlar bo'ladi degan bizda aqlimiz o'sha bizda uni himoya holatiga tushiraveradi. Ya'niki bizning har birimiz shunaqangi, ya'ni aqlimiz himoya qiladi. Nima sababdan? Chunki u o'lchamga o'tganida u boshqa o'zini holatini o'zgarishiga ta'sir qiladi. Masalan, kimdir boshqa joyga pereyazd qilganida, yangi ko'chganida u boshqa insonga aylanadi. Ya'ni erkinroq bo'lishi mumkin, yangi boshqa holatlarda bo'lishi mumkin. Yoki umuman moddiyatda biz erishganimizda, mashina olganimizda, primerni mashina olganimizda har bir narsada bizning ongimiz ko'tara olish kerak. Ya'ni inson ongi ko'tara olmaydi va u hozircha vaqt bermaydi. Chunki bu narsaga erishganda bizning tanamizda shunaqangi kuch bor, ya'ni shunaqangi xuddiki sig'im bor. U ob'yomni ko'tara olmasa, hajmni u bizni orqaga tortib ketishi mumkin. Va o'sha narsa himoya bo'lish uchun ham bizda har birimizda shunaqangi himoyani ishga tushiradigan bizda aqlimiz fikrlarni berishni boshlaydi. Ya'niki sen qila olmaysan, bunga shuncha pul ketadi, u pulni ko'zing ochsang ham ocha olmaysan, yeta olmaysan, yoki umuman ishonchsizlikda, yoki umuman tashqaridagi olamlar, ya'ni bizning ichki holatimiz tashqari olamlar yetishni boshlaydi. Masalan, siz ichki holatingizda o'sha narsaga qaror qildingiz, lekin siz ongsiz ravishda bu narsani siz maqtangan holatda va men shunaqa qilar ekanman, qilgim kelyapti deb aytganingizda ham bizda o'sha matritsa ishga tushib ketgan holatda bizda bu narsani bizdan qaytarishga harakat qiladi. Ya'niki shu matritsa orqali siz takror bu narsangizni siz ichingizda his qilayotgan o'sha samimiy ikkilanish, ishonchsizlikni 2 barobar ko'paytirib berishga ta'sir qiladi. Shuning uchun har qanaqa o'sha yangi o'zingiz xohlagan reallikka o'tishdan oldin bizning har birimiz umuman 100% bu narsaga javobgarlik olgan holatda, his qilgan holatda umuman shu narsa amalga oshgunga qadar hech kimga aytmaslik juda ham muhim. Chunki siz aytmaganingizda xuddiki bu sakralniy, ya'ni bizda bu xuddiki kichkina o'nayotgan ildizida, ya'ni sizni orzungiz kichkinagina urug'ida, lekin u bizda ozgina novdaga aylanib o'tish uchun bizda har birimizda vaqt talab qilinadi va u novdaga chiqishga, ya'ni yerdan o'sib novda bo'lib shaklga kelish uchun bizga ozgina vaqt talab etiladi va u vaqtdan o'tib ketish uchun bizning har birimizda umuman matritsada umuman hech nimani aytmaslik muhim. Ya'niki sizni o'zingiz xohlagan realligingizni, ya'ni bizani o'zimiz xohlagan reallikni. Shuning uchun har qanaqa o'zimiz xohlagan reallikka o'tishdan so'ng biz tanlov qildik. Birinchi navbatda shu narsani xohladik. Ikkinchisi esa o'sha narsaga erishish uchun hech kimga aytmasdan umuman sir saqlagan holatda bu narsa amalga oshmagunicha hech kimga aytmaslik. Ya'ni bu narsa amalga oshishini biz qanchalik boshqa insonlarga
takrorlab aytsak va mana shuni olgim kelyapti, qilgim kelyapti degan narsalar ko'paygan sari bizning aqlimiz himoyaga o'tib ketaveradi. Ya'ni sizni asosiy narsangiz bu tanlov va undan so'ng ikkilanishlarni, ishonchsizliklarni maksimalni to'xtatish. Va shundan so'ng siz o'sha holatni, ssenariyni, siz reallikni o'zingizga tanlov qilib bo'lganingizdan so'ng bizada perexod yana ham tezlashadi. Ya'ni bizada o'tish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni sizda asosiy o'sha narsaga ongingiz yetib borish uchun bizani har birimizni sekin-astalikda ongimiz tayyorlanib beriladi. Ong qanaqa tayyorlanadi? Ya'ni bizada asosiy belgilardan biri ongimiz vaziyatlar orqali tayyorlanadi. Masalan, primerni deylik. Masalan, men ko'chishim kelyapti. Ko'chishdan oldin menda ko'chishim uchun menga shuncha pul kerakligini men his qildim, angladim. Lekin o'sha pulni hayotimga kiritish uchun men o'sha pulni keltirmasligim uchun xuddiki nimadirimni yo'qotishni boshlayman yoki umuman bizada har birimiz shunaqangi holatlarni yashab o'tamiz. Umuman vaziyatlar beriladi, chuqurroq vaziyatlar beriladi va o'sha vaziyatlar orqali siz perexod qilishni boshlaysiz. Ya'ni insonni eng asosiy narsa o'sha reallikka o'tishdan oldin birinchi navbatda his qilib olishingiz kerakki, aynan o'zi o'sha narsa sizni ichingizda borligini. Ya'ni bizani ongimizda har birimiz o'ylaymizki, ko'pchiligimiz mashina olsam, uy olsam yoki ko'chsam, nimadir qilsam, men baxtli bo'laman degan holatni his qilamiz. Lekin aslida o'sha baxtni, o'sha holatni biz o'zimizda hozirgi momentda yaratishimiz mumkin. Ya'ni biz tanlov qilganimizdan so'ng hech kimga yetmagan holatda o'sha holatga erishsam men nima his qilaman degan holatni biz shu onni o'zida yaratishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun nima qilishimiz kerak? Bu uchun biz masalan bitta varaqqa olasiz, bitta varaqqa olgan holatda, ya'niki birinchi varaqqa yozasiz, aynan o'sha reallikka yoki o'sha narsaga erishsam men nima his qilaman va ichki holatlaringiz. Masalan, bo'lishi mumkin, men xursand bo'laman, men baxtli bo'laman yoki men erkinlikka chiqaman deb bu holatdan yozib chiqdingiz. Va ikkinchi varaqqa bo'lsa, o'zingizda hozirda o'sha holat bormi yoki yo'qmi deb yozib chiqasiz. Ya'ni o'sha holat hozirgi kuningizda bormi yoki yo'qmi? O'sha holatni yozib chiqqaningizdan so'ng, masalan, xursand bo'laman degan narsa, xursandchiligingiz hozirgi momentda bormi yoki yo'qmi? Yoki baxtli bo'lganingiz hozirgi momentda bormi yoki yo'qmi? Bu narsani his qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda hozirgi momentda o'sha holat, his, jarayon bormi? Chunki o'sha holat, hisni biz o'sha narsaga erishsak, bu shu narsa bo'ladi degan narsa ong, bu bizada juda ham bizada yetishmovchilik ongini keltiradi. Ya'ni bizani har birimizda yetishmovchilik ongi bor va bu yetishmovchilik ongi, ya'ni bizada har birimiz shunaqangi sevgi holati bizada kam bo'lgani uchun bizada har doim nimadir yetishmaydi. Ya'ni bizani tanamizga, qalbimizga, ruhimizga xuddiki nimadir yetishmayapti. Ya'ni sizni butun bo'lishingizga nimadir yetishmayapti va bu yetishmovchilik ongidan chiqishimiz uchun bizani har birimizda o'sha narsalar beriladi. Hayotimiz davomida biz o'sha narsalarga paytda yetamiz. Ya'ni insonni ongi deylik, inson yaratuvchi ongida xuddiki mana как бы aytadigan bo'lsak, xuddiki yacheykalardan iborat desak, ya'ni как бы yacheyka bu qism deylik. Qismlardan iborat desak, o'sha yacheykalardan iborat va o'sha yacheykalarni to'ldirib boramiz biz butunlikka erishishimiz uchun. Lekin hozirgi kunda yaratuvchi ongiga o'tishimizda bizada o'sha yacheykalarimizni to'ldirishimiz uchun bizga masalan kimdadir uy bo'lganida o'sha o'zini baxtli, butun his qila oladi. Mashinasi bo'lganda o'zini xursand, o'zini baxtli his qiladi. Yoki umuman nimadir bo'lganida, ya'ni o'sha yangi reallikka o'tganida o'zini baxtli his qilaman deb o'ylaydi. Va bu aslida asosan to'g'ri bu narsa, chunki bizani o'sha xuddiki bizani qalbimizda yacheykalarni to'ldirish uchun bu yordam beradi. Lekin bu narsani biz qanchalik o'zimizdan o'sha holatni, o'sha narsaga erishganimizdagi holatni biz ichimizga o'sha momentda berganimizda bizda o'sha vaziyat yoki reallik hayotimizga kirib keladi. Inson ongida faqatgina yetishmaydi. Yaratuvchi ongida, 5 ta ongida, ya'ni bizlarni har birimiz shu onga ketyapmizki, moment holatida hayotimizni yaratyapmiz. Moment holatida yaratayotganimizda biz hozirgi hayotda faqatgina hozir va shu onda yashashimiz juda ham muhim. Ya'ni bizlarni ongimiz
yoki o'tmishda yoki yoki kelajakda yashaydi. Lekin bizlarni har birimiz hozirgi momentda yashashga o'rganishimiz kerak va hozirgi momentda o'sha reallikni his qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'zimdagi holat bilan bo'lishaman. Ya'ni men hozirgi kunda arendali uyda yashayapman, lekin men hozirgi holatim yangi uyga ko'chish, to'g'rimi? Lekin o'sha uyga ko'chishim uchun masalan, menda hozirgi asosiy vaziyatlardan biri kamida bir 3 oy davom etgan vaziyat, ya'ni menda shu uyga nisbatan uni men ichimda shu uy ichida men borligimni his qila olmaganim menga uy bermaganidan bildiradi. Ya'ni meni keyingi periodimga o'tish uchun men bu uyda borligimni his qilishim kerak muhim bo'lgan. Ya'ni bizning inson ongida faqatgina u xuddiki o'ylaydi, faqat o'sha uyga ko'chganimda men o'sha holatda yashayman, o'sha holatda men baxtli bo'laman, o'sha holatda men erkinlik bo'laman, o'sha holatda men ijod yarataman, o'sha holatda nimadir qilaman degan fikrlarni o'tkazadi. Lekin hozirgi momentda bizning har birimiz shu momentda o'zi yashamagunimizcha, shu moment ichida siz o'sha pulingizni, mashinani, har qanaqa vaziyatni, reallikni shu moment holida yaratmaguningizcha sizda bu holat takrorlanaveradi. Shuning uchun har birimiz his qilishimiz kerak, aynan bu vaziyat, aynan bu reallik, bu moddiyat siz uchun hozirgi kunda qaysi emotsiyalarni yetkazib berishga yordam berayotganini anglashingiz kerak. Ya'ni o'sha emotsiyalar faqatgina sizga o'sha narsaga erishganimda emas, hozirgi momentda yaratish uchun muhimligini his qilish muhim. Shuning uchun boya aytib o'tgandek, bitta varaqqa yozasiz. Aynan o'sha reallikka o'tsam nimaga erishaman? Va hislaringizda ikkinchi varaqqa o'sha holatlarni sizda hozirda bormi yo'qmi deb yozib chiqasiz. Ya'ni masalan boya aytib o'tgandek, o'sha holatga erishganimda men pulga xursand bo'laman, baxtli bo'laman, qanaqadir kimdir mendan faxrlanadi, men qadrli bo'laman degan holatlarni hozirgi momentingizda o'sha holat sizda bormi yoki yo'qmi? O'sha holatni biz shu onda yaratishimiz kerak bo'ladi va uchinchi varaqqa esa o'sha yetishmayotgan narsani shu yerda yaratish. Masalan, hozir aytib o'tganimdek, masalan, men uy olmoqchi bo'lsam, ya'ni men masalan o'ylayotgandim, men inson ongida o'sha uyga borganimda men erkin ijod qilaman, men erkin bo'laman, men o'sha uylik bo'laman degan holatni hozirgi momentda shu arenda uyda ham men uyda ekanligimni his qilishimiz kerak bo'ladi. Va o'sha 3 ta varaqqa to'ldirganingizda qanaqa holat asosan sizda bo'lganini bunda sizda avtomatik ongingiz bu narsaga perexod qilishni boshlaydi va bu perehodlar har doim bizada og'irroq vaziyat beradi. Ya'ni har qanaqa perexod bu bizada asosiy bizada ushlab turgan emotsiyalarni, naprejeniyani, ya'ni bizada bosimni, umuman har qanaqa holatni, kelishmovchiliklarni keltirib chiqadi va faqat bu kelishmovchiliklarni, faqat bu o'tish jarayoni, proses, ya'niki bizani birinchi o'lchamdan, ya'ni siz A nuqtangiz hozirgi holatdagi realligingiz, lekin ikkinchi holatga o'tishingiz uchun sizda bu bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tishingiz uchun sizda har doim bu narsa bo'lishi kerak. Ya'niki har birimiz buni narsani o'sha reallikka o'tishimiz uchun bizada A nuqtadan B nuqtaga o'tishimizdan oldin bizaga har doim bizaga vaziyat beriladi. Bu vaziyat og'irroq bo'lishi mumkin, yengilroq bo'lishi mumkin. Ya'ni insonni so'ragan narsasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni har qanaqa narsa hayotingizda nima so'rayotgan bo'lsangiz, o'sha so'rayotgan narsangizdan agar 5 barobar, 10 barobar oshib ketsa, o niyatingizga qarab vaziyat chuqurroq beriladi. Masalan, bizlarning har birimizda primerni pulda ham oladigan bo'lsak, masalan, oyiga 500 olsak, birdaniga $5000, $10000 so'raganimizda bizga shunga yarasha vaziyat beriladi. Ya'ni shu vaziyatga qarab sizda yetishmovchilik kuchayadi. Shu vaziyatga qarab sizda umuman pulsizlik holati kuchayib ketadi. Siz pulsizdan qolib ketishingiz mumkin, nonsizdan qolib ketishingiz mumkin. O'sha momentda sizda ya'ni bizani ongimiz bitta xuddiki o'lib tirilishga tanlov qilish kerak bo'ladi. Ya'ni insonni ongi, ya'ni yaratuvchi ongimiz, inson ongi bitta o'lib, ya'ni aql o'ladi va yaratuvchini ongi orqali hayotni yaratishga o'tadi. Ya'ni bizani har birimiz o'sha reallikka tanlov qilganimizdan so'ng bizda har xil jarayon bo'lsa ham, lekin bizani eng asosiy yana bitta qiladigan ishimiz bor. Uni aytib o'tmoqman. Bu esa bizada murojaatnoma. Ya'ni biz har doim murojaat qilishimiz kerak. Hammani har bir o'zini uslubi bor. Kimdir namoz o'qiydi, kimdir boshqa yo'llar bilan, kimdir psixologik qanaqadir metod yoki prosta
man o'ylayman bizada faqat namoz orqali emas, ya'ni sizni hozirgi momentingizda ham siz so'rashni o'rganishingiz kerak. Ya'niki qanaqa ma'noda so'rash muhim? Ya'ni siz aytasiz, ya'ni man javobgarlik olish, ya'ni egoni yaratuvchim, Allohim, Xudoyimda qanaqa sizdan kelayotgan bo'lsa, man shu reallikka o'tishga tayyorman. Man bunga javobgarlik olishga tayyorman. Mani shu reallikka o'tib berishimga barcha eshiklarni, imkoniyatlarni ochib bering. Ochib berilinsin. Mani ongim shu oy o'lchamiga tayyorlab berilinsin. Shu so'zlarni ko'proq takrorlash juda muhim. Chunki biza har birimiz ya'ni bizani har birimiz murojaatnoma bilan, ya'ni inson har doim murojaat qilish kerak, har daqiqada. Chunki bizani har birimiz xuddiki zombiga o'xshab tarbiyalanganmiz, ya'ni savol berish mumkin emas, umuman o'zimizda qidirish mumkin emas-da. Lekin bizada 24/7 umuman bizada avtomatiski как бы xuddiki antennalarimiz yoqiq, ya'ni bizani har birimiz moment holatida o'zimizni zaproslarimizni tepaga ulashimiz mumkin. Faqatgina inson ongida, karma ongida vaziyat agar chuqurroq bo'lsa, xuddiki bizada xuddi eshitmayotgandek his qilamiz. Ya'ni bizadan yaratuvchi xuddiki bizadan yuz o'girgandek his bo'ladi. Lekin qanchalik insonni ongi yuqoriga turgan sari undagi antenna xuddiki bog'lanish, ya'ni siz o'zingiz ichingizdagi Xudo bilan bog'lanishingiz bu sizdagi o'sha informatsiyani olishingizga yordam beradi. Ya'ni bizani har birimizda shunaqangi как бы ustozlarimiz bor, kuratorlarimiz bor. Ular ya'ni farishtalar, siz ham eshitgansiz, bizada o'ng tarafimizda как бы bizada ikkita farishta o'tirib deyiladi. Ya'ni sizni har bir so'zingiz moment holatida как бы beriladi. Moment holatida eshitilinadi. Shuning uchun sizni har biringiz, men o'ylayman, bu narsada asosiy narsa ko'pchiligingiz umuman har bir momentda so'rash, ya'ni nima sababdan menda bo'lmayapti. Ya'ni bizada har birimiz hech qaysi momentda jertvada so'rashimiz kerak emas. Ya'ni jertva ekan eng asosiy kalit insonni murojaat qilganida, ya'ni yaratuvchiga, Xudoga u butunlay javobgarlik olgan holatda yig'lab so'rash juda ham muhim, ammo lekin jertvada aynan nolish ongida mumkin emas. Qancha biz noliganimizda biz sekin astalikda bu eshiklarni, ya'ni murojaat qilish eshiklarini, ya'ni xuddiki bizada vaqtinchalik bizada xuddiki ular eshitmayotgan holatda beradi. Chunki nolish bizada juda ham pastki energiyalarni beradi, past energiya vibratsiyalarni beradi. Inson qancha nolish ongida bo'lganida bu bizada xuddiki o'sha bizani dialogimiz yaratuvchiga yetib bormayotgandek his qilinadi. Chunki sizda ikkita qismingiz, ya'ni sizda nolish hozircha aktiv, lekin butunlay bizani o'zimizni har birimiz shunchalik o'zimizni, ya'ni bizani aqlimiz Xudoga o'zini topshira olmaydi. Ya'ni bizani hayotimiz, bizani ichki xohishimiz bor. Biz yangi etapga o'tgimiz kelyapti, yangi hayot yaratgimiz kelyapti. O'zimiz xohlagandek hayotni yaratgimiz kelyapti. Lekin nima qilamiz? Bu ichimizda nolish bor, umuman xafalik bor, norozilik bormi? Demakki bizada o'sha xuddiki antennalarimiz to'g'ridan to'g'ri o'tmaydi. Ya'ni siz moment holatida bu narsaga chin dildan rozi bo'lish, ya'ni bizani har birimiz hozirgi momentdagi hayotimizga rozi bo'lganimizda, hozirgi momentdagi hayotingiz realligingizga 100% rozi bo'lgan holatda o'sha kelajakdagi orzu qilayotgan realligingizni hozirgi momentda yaratish uchun o'sha hislarni, o'shani primerni yoki umuman o'sha elementni deylik, nimadir xohlayapsiz, yoningizga o'shani eslatib turadigan nimadir element qo'yib qo'yasiz. Masalan, mashinangiz kelayotgan bo'lsa, kichkina mashina rasmini yoki telefonlarimizga, avatarlarimizga qo'yib qo'yganimizda ham bizada bu holat aktivlashadi. Faqatgina ko'rib turgan holatda bizani har birimiz butunlay eng asosiy qiladigan narsa bu o'zimizni butunlay berish Xudoga. Xuddiki, ya'ni siz bizani o'ylaymiz, xuddiki u bizani eshitmayotgandek, bizani hayotimizni xuddiki hech nimaga ko'rmayotgandek his qilamiz, lekin aslida bizada 24 soat davomida u bizni his qilib turadi. Faqatgina unda biz so'rashni, ya'niki siz butunlay javobgarlik olgan holatda men shu hayotga tayyorman, man yo'llarim ochib bering, ochib berilinsin, mani ongim shu o'lchamga tayyorlab berilsin, man уже tayyorman degan holatlarni ichingizdan o'tkazganingizda sizda
va butunlay buni senga topshiramanda, ya'ni biza o'zimizni unga topshirishimiz kerak, Xudoga topshirishimiz. Ya'ni bizada aqlimiz birinchi o'rinda man qildim deb o'ylaydi. Masalan, man Nargiz qildi deb o'ylaydi, lekin aslida bu narsani man emas, ya'ni bizadagi yaratuvchi Xudo har birimizda bor, u alohida va sizni o'zingizni 24 soat eshitadigan qalbingizga har doim quloq solgan holatda butunlay man seni o'zimga topshiraman-da. Ya'ni biza o'zimizni 100% Xudoga, Allohga, yaratuvchiga, uni hayotini, ya'ni meni hayotimni u qo'liga olishiga butunlay ruxsat berganimizdagina bizada o'sha reallik avtomatik o'zgaradi. Ya'ni qancha bizada aql kuchli bo'lsa, aql faqat ishonchsizlik keltiraversa, aql faqat himoya qilaversa, biz xohlagan reallik kamida 3 oydan 10 yilgacha bo'lib ketaveradi. Chunki bizada har xil dasturlar uyg'onib ketaveradi. Shuning uchun birinchi navbatda men o'ylayman, baribir o'sha so'rayotgan narsangiz haqiqatda siznikimi? Haqiqatda siz xohlayapsizmi shu narsani? O'sha narsani 100% his qilgandan so'ng sekin-astalikda bu narsaga butunlay o'zingizni berib yuborishingiz, ya'ni u narsa bo'lishiga butunlay ishonch bergan holatda Xudo xohlasa bo'ladi. Va ishonch bo'lishi kerak. Ya'ni bitta har bir insonda ishonch bo'lgan holatda bu narsadan voz kechmaslik muhim. Ya'ni bizada ozgina yarim yo'l yurib qo'yamiz-da, keyin to'xtab qolamiz. Va shuning uchun xuddiki u amalga oshmagandek his qilamiz. Lekin yo'q, siz bitta pozitsiyani ushladingiz, bitta holat ushladingiz, o'sha reallik meni hayotimda bo'ladi deyapsizmi? Demak bo'ladi. Lekin faqatgina man emas, Nargiz emas, ya'ni ichimdagi Xudo qiladi. Ya'ni Xudo har birimizni, Allohda yagona yaratuvchi, har birimizni ichimizda u bor. Demak, u men uchun hal qiladi. Men emas. Ya'ni inson ongida emas, bu yaratuvchi ongida faqat yaratuvchi hal qilishini biz 100% his qilishimiz kerak. Va bunda siz butunlay sizni o'zingizni yaratuvchiga topshirganingizda moment holatida u vaziyat o'zgaradi. Shuning uchun hamma narsada biz birinchi o'rinda rozi bo'lishimiz, hozirgi hayotimizga, hozirgi bizani berayotgan har bir ne'matiga, moment holatda shu poledamisiz, shu maydondamisiz, o'sha insonlar sizni qurshab olib turibdimi? Demakki, hozirgi momentda siz shu yerda bo'lishingiz kerak va o'sha moment holatini, o'sha narsaga erishgandagi holatni hozirgi onda yaratishni boshlashimiz kerak. U qanaqadir narsa bo'ladimi, holat bo'ladimi, asosan bizga ko'proq hissiyot yetishmaydi. O'sha sevgi deymiz, sevgi o'sha orqali to'yinish biladi. Ya'ni bizning aqlimiz o'shanga erishganda men sevgiga to'yinaman deb o'ylaydi. Lekin o'sha sevgi holatini biz hozirgi momentda yaratishimiz juda ham muhim bo'ladi.